Men faqat Afzaldan xavotir oldim. Lekin uni ham yo'q qildim-ku. Bu gaping ham to'g'ri. Dadajon bilan gaplashgunizcha men choy qo'yib turaman. Oyijon shirin qilib ovqat qilib qo'yibdilar-yu o'zlari. Ha, oyim qo'llari shirin. Tillari zahar bo'lsa ham qo'llari shirin ekan. Ani xotin meni urishib berdi. Dadangni oldiga kirma, ovozingni chiqarma dedilar. Bu hali senga gapirmaganlari. Gapirmaganlari shu bo'lsa. Mayli, siz uchunchi deyman, pastda bo'laman. Onasiga o'xshab yolg'onchilikni endi bu boshladimi? Sen yolg'onchisan. Tuhmat qilmaylar menga. Maftuna biror marta siz uchunchi deyman demagandi. Jimgina yig'lab ketaverardi. Yaxshi borib keldingizmi? Rahmat, yaxshi borib keldim. O'zingizda nima gaplar? Xudoga shukr. Hammasi bizni hisobimizga hal bo'lyapti. Bechoragina. Senga hech kim o'xshamaydi. Buvijon, korzinkada hamma narsa bor. Bozorda nima bor? Men olmoqchi bo'lgan narsa korzinkangda yo'q. Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun siz bilan Songi bor yoxud kechir 2 serialining 55 qismini tahlil qilamiz va 56 qismda bizni nimalar kutayotgani haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Mening aziz tomoshabinlarim, sizlarga katta rahmat. Bugun biz Songi bor yoxud kechir 2 serialining eng sara qismlaridan biri 55 qismni birgalikda tahlil qilamiz. Bu qism shunchaki oddiy serial emas, balki butun bir hayot saboqlari, taqdir sinovlari va insoniy his-tuyg'ularning eng chuqur qatlamlariga sayohat bo'ldi. 55 qismda voqealar shiddat bilan rivojlandi. Serialning bosh qahramoni hayotining eng og'ir damlarini boshdan kechirmoqda. Uning ko'z yoshlari, ichki iztiroblari shunchaki aktyorlik mahorati emas, balki haqiqiy hayotning o'zidek ta'sir qildi. Tomoshabin sifatida men ham bir necha bor ko'z yoshlarimni tiya olmadim. Bu insonning boshiga tushgan musibatlar, uning ichki dunyosidagi portlashlar, bularning barchasi serialni nafaqat dramatik, balki falsafiy asarga aylantirgan. Ayniqsa ikki qahramon o'rtasidagi uchrashuv sahnasi juda ta'sirli chiqqan. Ular uzoq yillar davomida bir-birlarini tushunmay kelishgan, ammo mana shu qismda nihoyat bir-birlarining ko'zlariga tik qarab, haqiqatni aytishga jur'at etishdi. Bu sahnada har bir so'z, har bir imo-ishora, hatto sukunatning o'zi ham juda katta ma'noga ega edi. 55 qismning eng kuchli tomoni bu oilaviy qadriyatlarning sinovdan o'tishi. Oila deb atalmish muqaddas dargohda har xil sinovlar bo'ladi. Ba'zida tushunmovchiliklar, ba'zida janjallar, ba'zida esa butunlay ajralish xavfi. Ammo mana shunday og'ir damlarda insonning asl qadri, uning sabr-toqati, kechirimi va sevgisi namoyon bo'ladi. Serialda aynan shu jihatlar juda go'zal tasvirlangan. Keling, endi 56 qism haqida gapiraylik. Bu qism tom ma'noda tomoshabinlarni hayratda qoldiradi deb ishonaman. Oldin aytib o'tganimdek, serialda bir qahramon poyezd vokzalida kimnidir kutib olayotgan edi. Ha, mana shu sir ochiladi. Bu uchrashuv shunchalik kutilmas va shu bilan birga ta'sirli bo'ladiki, siz buni hech qachon taxmin qilmagan bo'lar edingiz. Bu inson butunlay boshqa shahardan, boshqa hayotdan keladi va u bilan birga juda katta sirni olib keladi. Bu sir butun voqealar rivojini tubdan o'zgartiradi. 56 qismda yana bir qahramon juda og'ir qaror qabul qilishi kerak bo'ladi. Uning oldida ikkita yo'l bor. Birinchi yo'l hamma narsani avvalgidek qoldirish, ikkinchi yo'l butunlay yangi hayot boshlash. Bu tanlov uning butun kelajagini belgilaydi. Ayniqsa shu qismda uning yonida turgan do'sti juda muhim rol o'ynaydi. Do'stlik, sadoqat, bir-biriga suyanch bo'lish, bularning barchasi 56 qismda o'zining eng yuqori choqqisiga chiqadi. Serialda yana bir qahramon bor, u hozircha ikkinchi planda edi, lekin 56 qismda u markaziy o'ringa chiqadi. Bu insonning o'tmishi, uning yashirin sirlari asta-sekin ochila boshlaydi. Ma'lum bo'lishicha, u aslida o'zi ko'rsatib yurgan odam emas ekan. Uning niyatlari, maqsadlari, hayotga qarashlari, bularning barchasi tomoshabinlarni hayratda qoldiradi.
Kimdir uni yomon ko'radi, kimdir tushunadi, kimdir esa hatto oqlaydi. Ammo bir narsa aniq, bu qahramonsiz serial endi avvalgidek bo'lmaydi. 56 qismda sevgi chizigi ham o'zining eng qizgin nuqtasiga yetib boradi. Ikki yurak o'rtasidagi munosabatlar yangi bosqichga ko'tariladi. Ular endi bir-birlariga bo'lgan his-tuyg'ularini yashirishni istamaydilar, ammo jamiyat, oila, urf-odatlar ularning oldida yangi to'siqlar paydo qiladi. Bu to'siqlarni yengib o'ta oladilarmi? Sevgi hamma narsadan kuchlimi? Bu savollarga javobni 56 qismda topasiz. Eng dahshatli yangiliklardan biri, bu serialning bir qahramoni og'ir kasalga chalinadi. Bu kasallik shunchalik to'satdan keladiki, hech kim bunga tayyor bo'lmaydi. Shu kasallik atrofida butun bir oila, butun bir mahalla birlashadi. Odamlar o'zaro janjallarni unutib, bir-birlariga yordam berishga kirishadilar. Bu vaziyat har bir insonning qalbida rahm-shafqat, mehr-oqibat, insoniylik tuyg'ularini uyg'otadi. Kasallik bilan kurash, umid va ishonch, bularning barchasi 56 qismning asosiy mavzularidan biriga aylanadi. Serialda yana bir muhim voqea, bu uzoq yillar davom etgan dushmanlikning tugashi. Ikki oila o'rtasidagi nizo, avlodlar davom etgan adovat nihoyat o'z yechimini topadi. Bu jarayonda kimdir o'z gururini yengadi, kimdir kechirim so'raydi, kimdir esa birinchi marta kechirdim deyishga jur'at etadi. Bu sahnalar tomoshabinlarning ko'zlarida yosh, qalbida esa iliq hislar qoldiradi. Keling, 55 qismda eng ko'p muhokama qilingan lahzalarga yana bir bor qaytaylik. Esingizdami o'sha mashina oldidagi vidolashuv sahnasi? Bu sahna shunchalik tabiiy va jonli ediki, siz ularning yonida turgandek his qilasiz. Qahramonlarning har bir so'zi, har bir nigohi, hatto ularning jim turishlari ham juda katta ma'noga ega. Aynan shunday sahnalar tufayli bu serial millionlab tomoshabinlarning qalbidan joy olgan. 55 qismda yana bir qahramon bor edi, u butun qism davomida sukut saqladi. U deyarli gapirmadi, lekin uning ko'zlari, uning yuz ifodasi minglab so'zlardan ko'ra ko'proq narsani aytdi. Bu aktyorning mahoratiga tasanno. 56 qismda aynan shu qahramon tilga kirib, og'zidan chiqadigan har bir so'z bilan butun voqealar rivojini o'zgartirib yuboradi. Serialning rejissyorlik ishi, operatorlik mahorati, musiqiy bezatilishi, bularning barchasi yuqori saviyada. Ayniqsa, tog'li hududlarda suratga olingan manzaralar, shaharning tungi chiroqlari, yomg'irli kunlardagi sahnalar, bularning barchasi serialning badiiy qiymatini yanada oshirgan. Endi esa 56 qismda yana qanday kutilmagan hodisalar yuz berishi mumkinligi haqida bir oz fikr yuritamiz. Menimcha, serial ssenariysi shunday qurilganki, har bir qism oxirida tomoshabinda keyin nima bo'ladi degan savol qoladi. 56 qismda bu savolga javoblar juda qiziqarli bo'ladi. Bir qahramon o'zining haqiqiy kimligini ochib beradi va bu haqiqat hammaga zarba bo'ladi. Yana bir qahramon esa o'z sevgisi uchun kurashda bor kuchini ishga soladi va bu kurashda u eng yaqin insoniga qarshi chiqishga majbur bo'ladi. Serialda bola obrazlari ham juda ta'sirli. 56 qismda bir bola o'z ota-onasining ajralishiga guvoh bo'ladi va bu uning ruhiyatida katta iz qoldiradi. Bu orqali serial muhim bir muammoga, ajralishlar va ularning bolalar taqdiriga ta'siri masalasiga e'tibor qaratadi. Bu sahnalarni ko'rgan har bir ota-ona, har bir inson o'z hayoti haqida o'ylab qoladi deb ishonaman. 55 qismda bir narsa aniq bo'ldi. Kechirim, bu kuchsizlik emas, balki kuchlilik belgisi. Kechira olgan inson aslida o'z qalbini ozod qiladi, o'zini yangi hayotga tayyorlaydi. Serialda aynan shu g'oya juda chiroyli tarzda ifodalangan. Umid qilamizki, 56 qismda ham kechirim va yarashuv mavzusi o'zining eng yuqori nuqtasiga yetadi. Yana bir muhim jihat, bu serialda ko'tarilgan ijtimoiy masalalar. Ijtimoiy adolatsizlik, boy va kambag'al o'rtasidagi tafovut, mansabdorlarning xalqqa munosabati, bularning barchasi serialda o'z ifodasini topgan. 56 qismda bu mavzular yanada chuqurlashadi va tomoshabinlarni o'ylantirib qo'yadi. Serialning eng go'zal tomoni bu undagi musiqalar. Har bir sahna uchun maxsus tanlangan kuy, har bir qahramonning o'ziga xos musiqiy mavzusi bor. 56 qismda yangi bir qo'shiq yangraydi. Bu qo'shiq darhol hitga aylanadi deb ishonaman. Uning so'zlari, ohangi, ijrosi barchasi yuqori darajada.
Va nihoyat 55 qismning eng so'nggi kadri. Bu kadrda qahramonning yuzidagi ifoda, uning nigohi, uning ichki kechinmalari, bularning barchasi keyingi qismda katta o'zgarishlar bo'lishidan darak beradi. Ha, 56 qism aynan shu nuqtadan boshlanadi va bizni aql bovar qilmas sarguzashtlar kutib oladi. Aziz tomoshabinlar, so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 55 qismi haqidagi fikrlaringiz qanday? Sizga qaysi sahnalar ko'proq ta'sir qildi? 56 qismda nimalar bo'lishini kutyapsiz? Fikrlaringizni izohlar bo'limida yozib qoldiring. Keling, birgalikda muhokama qilaylik. Obuna bo'lishni unutmang. 56 qism chiqishi bilan darhol yangi tahlil videosi bilan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Xayr, do'stlar, ko'rishguncha. Yomon o'tiribman. Nega? Afzalli. Kompaniyadan quritish kerak. Buni nazokatxon aytdi. Nima bo'ldi? Anu ofat qizing keldi-yu, halovatim yo'qoldi. Har gapida Zulfini chaqib oladi. Bechorani yerga urib tashlayapti. Bilaman. Zulfiya ham 2 kundan beri yig'layapti. Eri bilan o'zing gaplash. Kelib, xotinini olib ketsin. Oh, nazokat. 50 qismda u hali ham Sodiq Turgunovichning kotibasi, lekin allaqachon rejalar tuzishni boshlagan. U maskarashma qiladi, manipulyatsiya qiladi, doimo Sodiqning ko'z oldida bo'lishga harakat qiladi. U nima qilayotganini aniq biladi. Bir sahnada u Sodiqning kompaniyani qayta qurish haqida gaplashayotganini eshitib qoladi va uning yuzidagi ifoda hammasini aytib turibdi. U allaqachon keyingi qadamini rejalashtirmoqda. U ko'proq narsani xohlaydi va buning uchun jim turmaydi. Lekin 50 qismning eng katta voqeasi eng oxirida sodir bo'ladi. Sud o'z qarorini e'lon qiladi. Sudya Nosir Ahmadovichning da'vosini qanoatlantirgan holda Aysha O'zbekistonda otasi bilan qolishiga hukm chiqaradi. Ona iglaydi, yolvoradi, lekin kech. Qaror qat'iy. Nosir sud zalidan boshi baland chiqadi, lekin ko'zlarida charchoq bor. U jangda g'alaba qozondi, lekin oilasining kelajagi uchun kurash hali tugamagan. Va oxirgi sahnada Nosir Ayshani uyiga olib keladi. U sohibi kutib turgan eshikni ochadi va qizini yangi xotini bilan tanishtiradi. Sohibaning yuzida hayrat va noaniqlik aralash ifoda paydo bo'ladi, lekin u tiz chokib, jilmayadi va kichkina qizni mehr bilan kutib oladi. 50 qism mana shu yangi, nozik oila birga turgan holda, ularni nima kutayotganini bilmagan holda tugaydi. Va ularni nima kutayotgani albatta biz 51 qismda ko'rgan hamma narsa edi. Buvisining g'azabi, katta ogillarning umidsizligi, nazokatning hokimiyat tepasiga ko'tarilishi va bu oiladagi barcha munosabatlarning sekinasta buzilishi. Endi hamma narsadan xabardorsiz. 50 qism zamin yaratdi, 51 qism esa portlash bo'ldi. Agar 51 qismni hali ko'rmagan bo'lsangiz, borib ko'ring va izohlarda Nosirning qaroriga nima deysiz, yozing. U Ayshani uyga olib kelish bilan to'g'ri qildimi? Yoki onasi bilan ketishga ruxsat berish kerakmidi? Ko'rganingiz uchun rahmat, keyingi videolarda ko'rishguncha. Xush kelibsiz, aziz tomoshabinlar. Bugun biz so'nggi bor yoxud kechir 2 serialining 50 qismiga qisqacha nazar tashlaymiz. Chunki 51 qismdagi barcha voqealarni to'liq tushunish uchun avval nima bo'lganini bilishingiz kerak.
Ishoning 50 qism butun olovni yoqgan uchqun edi. Keling, orqaga qaytaylik. 50 qism shunday keskinlik bilan boshlanadiki, havoni pichoq bilan kesish mumkin edi. Nosir Ahmadovich hayotining eng katta sud kurashini boshdan kechirmoqda. Qizi Ayshaning onasi bolani Amerikaga olib ketmoqchi. Nosir esa bunga qarshi bor kuchi bilan kurashmoqda. Bu endi shunchaki vasiylik masalasi emas, bu shaxsiy kurashga aylangan. Sobiq rafiqasi chet elda yangi hayot boshlashni xohlaydi va qizini ham o'zi bilan olib ketishga tayyor. Sud zalidagi sahna juda ta'sirli edi. Nosirning advokati qizning otasi bilan o'z vatanida, oilasi qurshovida qolishi kerakligini aytib, isbotlashga harakat qiladi. Ammo onaning advokati Nosirni qasoskor va zolim qilib ko'rsatishga urinadi. Hammaning yuzida og'riq bor edi. Bu oila parchalanmoqda, kichkina qiz esa mana shu urushning o'rtasida qolgan. Shu orada Nosirning katta ogillari o'z muammolari bilan kurashmoqda. Ular otasi tomonidan uydan haydalgan, chorasiz va sarosimaga tushgan. Ulardan biri Ilhom alohida sud jarayoniga duch kelmoqda, moliyaviy jinoyatlarda ayblanmoqda va qamoqqa tushishdan qo'rqmoqda. Akasi unga yordam berishga urinadi, lekin ikkalasi ham botqoqqa botib bormoqda. Otasining rad etishi ularni ezmoqda. Lekin eng qizigi shu. 50 qismda biz sohibani ham uzoq vaqtdan keyin ko'ramiz. U Nosir bilan yangi hayot qurishga urinmoqda, lekin o'zining ham murakkab his-tuyg'ulari bor. U Aysha haqida biladi, onaning qizni olib ketmoqchi ekanligini biladi va Nosirning bu kurashda parchalanayotganini kuzatadi. Bir sahnada u yolg'iz o'tirib, men o'zimni nimaga qo'ydim deb o'ylayotgandek bo'ladi. U o'gay ona bo'lishga, ayniqsa bunday xunuk urush o'rtasidagi bolaga ona bo'lishga tayyormi, o'zi ham bilmaydi. Zarina Amerikadan eri bilan ajrashib qaytganini ko'rdik. U juda katta mag'rurlik bilan qaytib keldi va darhol muammo keltira boshladi. U o'gay onasi Matlubaga shunchalik shafqatsiz munosabatda bo'ldiki, hatto otasi go'zalroq ayol topsa bo'lmasmidi, dedi. Bunga ishona olasizmi? Matluba yuragi ezilib, nega unga bunday yomon munosabatda bo'lishayotganini tushuna olmadi. Eng katta voqea albatta sud jarayoni edi. Nosir, keksa ota bolalarini uni 5 yil davomida qariyalar uyiga tashlab ketgani uchun sudga berdi. U uyini katta o'g'li Murodga o'tkazib bergan edi, lekin keyin kelini Zulfiya uning hayotini shunchalik qiyinlashtirdiki, u ketishga majbur bo'ldi. 5 yil davomida u bolalarning kelishini kutib, eshikka qarab yashadi, lekin hech kim kelmadi. Sudda Zulfiya o'zini himoya qilishga urindi, lekin mahalla oqsoqoli Nozima hozirgina ishdan qaytib, bularning hammasini eshitib qoladi. U ichkariga kirib, xotirjamlik bilan, men nima yomon qildim?
Men faqat ishlashni va o'z hayotimga ega bo'lishni xohlayman. Bu shunchalik yomonmi, deydi. Zulfiya unga shunchalik gazab bilan qarab, senda hurmat yo'q. Mening uyimga kelasiz, o'zing bilgan ishni qilasiz va menga qarshi gapirishga jur'at etasanmi, deydi. Janjal avjiga chiqadi va Farhod ularni ajratishga majbur bo'ladi. Endi 50 qismdagi eng katta burilish. Farhod nihoyat onasiga qarshi chiqadi. U, ona, men sizni yaxshi ko'raman, lekin endi hayotimni boshqarishingizga yo'l qo'yolmayman. Nozima mening xotinim va men uni qo'llab-quvvatlayman. Agar buni qabul qila olmasangiz, ehtimol alohida yashashimiz kerak, deydi. Hamma qotib qoladi. U haqiqatan ham shuni aytdimi? Zulfiyaning rangi oqarib ketadi. U o'z o'g'li uning ustidan xotinini tanlashiga ishona olmaydi. Esa Nozima yangi qiyinchiliklarga duch keladi. Endi hamma uning xo'jayinning kelini ekanligini bilgach, ba'zi xodimlar noto'g'ri niyat bilan u bilan do'stlashishga urinishadi. Ammo bir ayol, katta hisobchi Nazokat, unga nisbatan yomonroq munosabatda bo'ladi. U hasad qiladi va Nozimadan xavfsiraydi. 50 qismda Nazokat Nozimaga noto'g'ri hujjatlar berib, uni tuzoqqa tushirmoqchi bo'ladi va xato qilishiga sababchi bo'lib, ishdan haydalishiga erishmoqchi bo'ladi. Ammo Nozima aqlli. U nimadir noto'g'ri ekanligini sezadi va hamma narsani 2 marta tekshiradi. Xatoni topgach, u Nazokat bilan yakkama-yakka uchrashib, nima qilmoqchi bo'lganingizni bilaman. Lekin men xo'jayinga aytmayman. Men faqat ishlashni va o'rganishni xohlayman. Iltimos, boshqa bunday qilmang, deydi. Nazokat hayratda qoladi. U Nozimaning bunchalik kechirimli bo'lishini kutmagan edi. Endi 50 qismning eng hayratlanarli lahzasi eng oxirida
sodir bo'ladi. Zulfiya Farhod bilan janjaldan keyin ishni oz qoliga olishga qaror qiladi. U Nosirning yangi kvartirasiga kenja o'g'li bilan yashayotgan joyiga boradi. Eshikni taqillatadi va Nosir eshikni ochganda u tiz chokib yiglay boshlaydi. U, ota, iltimos meni kechiring. Men xato qildim. Men sizga yomon munosabatda bo'ldim. Iltimos uyga qayting. Men va'da beraman, hammasi boshqacha bo'ladi, deydi. Buga botadimi yoki bu noaniqlik uning ichida yangi kuch uyg'otadimi? Biz uning hayoti va ukasi bilan munosabati haqida qiyin qarorlarni qabul qilayotganini ko'rishimiz mumkin. Guzal esa bu voqeaga yuzma-yuz kelishi kerak bo'ladi. Sir asosiy shaxslar bilan ochildi va endi uni xatolar ortida yashira olmaydi. U faqat Malikaga emas, balki oila ichidagi o'zining olib kelgan to'liq zararni ham qabul qilishga majbur bo'ladi. Savol shunda, u haqiqatan ham kechiradimi yoki o'z harakatlarini oqlashda davom etadimi? Va nihoyat barcha ko'zlar Sanjarda. 101 qism uni burchakka sigadi. U tanlov qilishi kerak bo'ladi, ammo eng muhimi, u Farhod va keng oiladan sud va oqibatlarga duch kelishi lozim. Uning obro'si, munosabatlari va vaziyatni boshqarish qobiliyati hammasi jiddiy xavf ostida. 100